Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Do'stlar, Andijonda Oltinko'lga kelganman. Birinchi qo'l usta Bahromjon akani ishlab chiqarish xonadoni SST Mebelga yetib kelganman. Bugun sizlarga eksklyuziv elita variantdagi takrorlanmas ishlardan, ya'ni bitta, ikkita, uchtasi bor ekan, xullas bitta ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Juda chiroyli. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kelib oldingizmi, charchamang? Doimgidek yangilikka intilishingiz bor. Bugun ham bir takrorlanmas narsalarimiz tayyor ekan, aka. Ranglar bilan asosan kraskasida yangilik, katta o'zgarish bo'lyapti, xudo xolasa. Qoyil. O'tgan yil ham bir marta shunaqa rangidan chiqarganmiz. Elita variantdagi ishlar hozirgi paytda o'sha Italiya bilan Turkiyalar mana shunaqa svetga ko'proq kirishgani uchun o'zgartirish bo'lyapti sekin-sekin. Aka, modelni Barokko dedingiz, a? Model Barokko. Xo'p, bunisi Izmir. Izmir. Narigi Sheyxmidi? Ha, Sheyx modelimiz. U narigi kafega. Kafe, ha? Topamiz kafesi bor ekan, shunga tayyorlangan. Do'stlar, qaranglar. Shunaqangi kimga chiroyli, yaxshi stol xizmat kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Faqat tayyori bo'lmaydi, Bahromjon akaga eng kami 1 oy oldin zaklab tashab, zakazga o'chirtga qo'ydirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki sababi mana shu mebellar hammasi oldingi videosidan ko'rgan qirg'izistonlik obunachimiz, to'g'rimi aka? Shunaqa. Bunisi-chi? Bunisi ham Qirg'izistonga ketyapti. Qirg'izistonlik obunachimiz, bunisi Vohaga. Surxondaryodagi, Surxondaryolik obunachimiz. Hammasi eng kami 1 oy oldin pulini berib, modelni tanlab, rangini aytib, zakaz qilib qo'ygan. Mana hozir bugun отправкасini qilasiz, aka? Xudo xolasa, sizdan keyin o'sha отправкani boshlaymiz. Upakovkani qilib, kargogacha olib borib beramiz inshaalloh. Xo'p. Aka, birinchi mana shu go'zalidan boshlaylik. Barokko dedingiz-a? Barokko. Xo'p, stulni birinchi ko'rsatamiz, oldi tomonini. Old tomoni, tagi sveti, kraskani svetiga moslashtirildi. Kirchmol svet bo'lib, chiroyli narsa chiqdi. Xo'p, oyog'i gullar oldi tomoni, mana bu yonbosh tomoni, do'stlar. Yonboshlar. Xo'p, aka, orqasi. Orqa tomoni oq. Xo'p, juda skromniy narsa. Orqa tomondan qaraganda chiroyli ko'rinadi, oldidan ham chiroyli. Guli ko'p, lekin majma emas. Bu fason qandaydir yoqimli narsa. Xonda o'rtasiga moslashtirib, stulni orqasi tomoniga moslashtirildi. Xo'p. Va mana kraskasi bir xil chiqdi. Aka, hozir stullarimiz oldi tomonida boshqa material, orqa tomonida boshqa material, ha? Xonaga kirib terilgan paytda asosan orqa tomoni ko'rinadi-yu. Bunaqasiga? Orqa tarafiga oq mato qo'yildi, ko'rilgan ko'zga ancha chiroyli ko'rinadi. Old tomoni ham oq qo'yadigan bo'lsa, ko'pchilik kir bo'lishi, shaltoq bo'lishi naqasini olib, kirchmol moslab tayyorlandi. Aka, simalarni yangichasidan. Ha. Tushda tushda? Pastki hamma ishlarimiz mana shunaqa tumbaga o'tib ketyapti o'sha. Dumaloq simalardan ko'ra. Lekin ko'rinishi, kattaroq, ko'rinishi chiroyli. Vasha chotki. Dumaloqdan menga ham ana yangi oxirgi qilib berganingizga shundan qo'yib beribsiz. Xo'p. Aka, stol necha metr? Stolimiz 5 metr. 5 metr. Akvariumlar o'ziga mos bo'libdi, aka. Shunaqa. Bu rang nima deyiladi? Mokrimi, qandaydir, ha? Xullas, toshli kraska mashinaniki. Avtokraska tayyorlatildi. Shun bilan tilla rang. Tilla rang, Levisda surkab chiqilgan. Xo'p. Endi qarang, aka. Bunda yog'ochi qanaqa ketgan bularda? Bu yog'och emas. Yog'och emas, a? Poliuretan bu ham. Bu ham poliuretan. Poliuretan. Mana u-chi, Izmir. Hammasi poliuretan. Hammasi poliuretan. Hammasi poliuretan. Xo'p, do'stlar, hozirgi kunga kelib bunaqangi eksklyuziv variantdagi stullarimizda yog'och ishlatilmay qo'yyapti. Faqat arzon modellarda yog'och qolyapti. Pakkalini almashyapti. Yog'ochdan o'sha mashina o'tyapti sekin-sekin. Lekin bunaqa qimmat variantdagi stollarimizda asosan yog'och ishlatilmay qo'ydi. To'g'rimi? Hozircha shunaqa sekin-sekin o'tyapti. O'sha yangilik modellar yana chiqyapti. To'g'ri. Xudo xolasa roza paytga yangilik harakat qilamiz. Yana ham bitta yangilik dust ishlanyapti. Yangilik bor, aka? Albatta. Xo'p, demak do'stlar, umuman yog'och emas. Oyoq simalalar ham yog'och emas. Yog'och emas. Bu yerda faqat MDF ishlanyapti. Ha, endi stol MDF ishlanyapti. Endi hamma biladi. Xolasa akril, xolasa MDF ishlab beramiz. Aka, bu necha kishilik o'xshaydi? 16 kishilik. 16 talik. 16 kishilikka stolimiz 5 metr tushyapti. Xo'p, endi shu yerda narxini ham aytib qo'yib ketaylik. Bitta stulimiz necha puldan chiqdi? Buni $110 chiqardik. Baraka bo'lgan narxi $110 $110 mash holati. Do'stlar, $110 ga
Barokko modelimiz bir dona stol endi $110 16 ga ko'paytirasizlar. Stoliga necha pul qo'shadi? $700 hisoblanadi. Xo'p, $110 16 ga ko'paytirib $700 stoliga qo'shsanglar, mana shu komplektimizni narxi kelib To'liq chiqadi. chiqadi. $2000 o'tib ketishi aniq. Ketadi. $2000 o'tib ketadi. Endi bu shunga yarasha material, shunga yarasha kraska, yog'och emas. O'zingizlar ko'rib turibsizlar rasxodlarni. Sidiniyada ham ancha baquvvat, plotnosti zo'r. Machalkasi haqida aytib qo'ying aka. Machalka 22 plotnosti ishlatamiz. Aha. Balandligi 12 sm, lekin ancha baquvvat narsa. Uncha-munchaga cho'kadigan haligi bittadan keyin chiqib qoladigan narsa emas. Mana bu hammomdan ko'rinishi video mebelimizni. Endi iloyim egasiga buyurib nasib qilsin, yaxshi Albatta. kunlar ishlatsin. Bizni kuzatishda davom etsanglar, sizlarga ham xudo xolisa bir kun kelib shunaqa chiroyli Bundan-da go'zallar nasib qilsin. nasib qilsin mana. Bular ham Hammaga. kuzatib yurganda aka videolaringiz, to'g'rimi? Shunaqa siz olgan videolarni ko'rib To'g'ri. aloqaga Oxiri mana chiqishgan. nasib qildi. Xudo xolisa mana bugun erta ketyapti egasiga. Xo'p, keyingisi bu ham qirg'izistonlik obunachimizga trendda bo'lyapti shu Izmir. Ha, shunaqa Izmir. Do'stlar mana Izmir model. Bu ham Material Turkiya отношенто, sidiniyasi guli keladigan zarli. Bu ham sidiniyasi 12 sm balandlikda 22 plotnost ishlatilgan. Buni ko'proq menga shu oyoqlari yoqadi aka. Oyoqlari, Oyoqlari shakllari ancha Ha. go'zal. mana oyog'ini figuralari ham baquvvat o'xshab juda zo'r chiqqan. Bu poliuretan dedi. Poliuretan. Nechtalik aka bu общий? 12 talik. 12 talik. Necha kun ketyapti shu bir komplekt aka? Hozircha Yetkazib berishingiz muddat qancha aytadi? mana shu 21 kunda chiqdi shu ham. Endi Uzoq. egasini zaklad olingandan keyin 21 kunda shu egasiga ketyapti. Dogovorga endi bir oy yoziladi baribir. Shunaqa. Yo'q, o'zi asli hozir bundan buyog'i kunlar yurishib ketsa shunaqa. Endi 2 kun qor yog'di, shuni hisob bilan sal ishimiz sekinlashdi. İzmir aka, buni ham akvariumli qilib beribsiz-a? Akvariumli. Oyog'i bunda ham yangisi simali. Ikkitasi mana. Xo'p, necha kishilik aka bu? 12 kishilik. 12 kishilik. Stol razmeri 360 ga 120. 360 ga 120, 5 metr, 6 metr xonalarga chiqadi. Anaqa 5,5 metr, 5 metrga joylashadi. Chiroyli bo'ladi. Aka, buni narxini aytib beraylik. Stol donasi $80 tayyorlab berilyapti. Eski narx. Eski narx, o'zgarish yo'q. Aha. Stolimiz $450. Xo'p. Agar simali tumbasi o'zgaradigan bo'lsa $400 ga qilib beramiz, dumaloq simalarni. Do'stlar, $80 dan 12 ga ko'paytirasizlar. $400 mi aka? Yo'q, $450 mashq holati. 450 To'rt burchak dollar tumba bilan. Ha. Dumaloq simalar bo'ladigan bo'lsa $400 ga qilib beramiz. Shuni narxi kelib chiqadi. Bu Izmir modelimizni narxi bo'ladi. Aka, pul masalasi. Shular necha pul berdi oldindan? Xo'p, buni aka ham adashmasam $150 bergan. Xo'p, boshlanish. Boshlanishiga. Aha. Buchi. Unisi ham shunaqa. Xo'p, demak, ozgina zaklab bilan Davom ishi eting. boshlanadi, Boshlan. yetmaganini yoningizdan qo'shib. Ish boshlangan paytda egasiga aloqaga chiqamiz, ishingiz boshlandi. Aha. Chekkadan etap-etap ketayotgan ish jarayonini ko'rib bo'ladi. Har bitta ishni qilayotgan holatimizda endi to'g'risi bitta usta boshdan oxirigacha yetkazish qiyinroq. Shuning uchun hamma operatsiyani bo'lib olganmizda. Misol jilverga odam qo'yganmiz, jilverda hafsala qilishadi. Keyingi etapga o'tganda uje yig'ishda boshqasi yig'adi. Uje sepishga kelganda yana boshqasi sepadi. Shunaqa. Xullas hammamiz mashina ichida qimir-qimir qilamizda. Rejim bilan ish ketadi. Rejim bilan ish ketadi albatta. Xo'p, endi qolgan puli aka, mana bugun chiqarib yuboryapsiz, ko'rsatib chiqarib yuboryapman desangiz. Hozir sizdan keyin video qilib egasiga tashlayman, upakovkani boshlaymiz. O'sha bizni pulni harakatini qilishyapti. video rasxod qilib qo'yish kerak. Albatta. Chiqarib yuborgan. Kargoga olib borib berishdan oldin o'sha ular tushirib beradi, undan keyin olib borib tashlab beramiz kargoga. Xo'p, aka uzoq joylar plastikdan beraveradi, oson. Shunaqa. Tushunadi. Mana do'stlar, Qirg'izistonlik obunachimizga narxi aytildi. Bunisi ham narxi aytildi. Endi xonangizni uzunligi bilan, eni bilan Bahromjon akaga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizga nechtalik tushadi, qaysi model chiroyli tushadi, xonangizni ranglari Nechaliga talashingga qarab, maslahat qilinadi. albatta hisob kitobini qilib beramiz. Xudo xohlasa. Qaysi ma'qul bo'lsa, shunga qarab tayyorlab beriladi inshaalloh. Xo'p, do'stlar, videoda boshida aytmabmiz, bu narxlarning ichida doimgidek Bahromjon akada vodiy bo'ylab dastavkamizda. bepul uzoq boshqa viloyatlar bo'lsa Isuzuga yetkazib beradi. Halgalarga uraverasiz aka. Albatta. Xo'p, kafenikini ham bitta ko'rsatib beraymi? Mayli. Xo'p, Surxondaryo dedik-a buni. Mhm. Surxondaryoga do'stlar, Sheyx modelimizdan. Bu nechta? Stulni o'zimi? Ha, faqat stulni o'zi hozircha. Stulni o'zidan
Endi qolganini ham tayyorlab tugatib yuboramiz inshaalloh. 2-3 kunda egasiga jo'natib yuboriladi. Nechta Hozircha dona zakasi? bu yerda 24 ta bor. Undan yana davom etayotgan. Ha, davom etyapti. Hmm. Bir donasi necha so'mdan baraka bo'ldi aka? Bir donasi 50 dollardan qilib berdik. Shu turishi bitchi. Mana shu turishi bitchi. Bu ham yog'otmasligiga. Yo'q, poliuretan. Qo'lyurikan, do'stlar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa bemalol ekranni. Kafegalik uchun haligi lovullab tursin deb bo'ldi. Tayyorlab bergan. 2248 nomeri Bahramjon akam aloqada. Xizmat bo'lsa doim xizmatdamiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilsak xursand bo'lamiz. Xo'p, endi do'stlar, hozir bugunga shu 3 xil modelimiz bor ekan. Sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qildik. Narxlari mana 50 dollar, 80 dollar, 110 dollar. Shularsi ham eski dollargacha aytib ketildi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, Bahramjon akamga aloqaga chiqinglar. Xizmatdamiz, xudo xohlasa. Videoda ko'rinmagan modellari juda ham ko'p. Gaplashinglar, katalogini so'rasanglar. Albatta tashlab beramiz. Bemalol. Nasib bo'lsa qilib beramiz. Bo'ldi, endi telefon qilishsa aka vaqtida javob berib, chiroyli qilib hisoblab berib, arzonroq qilib hisoblab bering. Albatta. Bo'ldi, Bahramjon aka. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yana keyingi ishlari, yangiliklarni to'xtamay sizlarga yetkazib berib turaman. Inshaalloh. Xudo xohlasa xizmatdamiz. Sog' bo'linglar. Sizga ham katta rahmat. Kelganingiz uchun rahmat kattakon. Do'stlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Vaqtinglarga rozi bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishamiz. Ko'rishguncha.